Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kompyuterchilar. Bugun biz sizlar bilan barchaga bir xil kerak bo'lgan Office dasturini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Office dasturi nima? Office dasturi bu dastur emas, paket. Office paketi deyiladi. Office paketi bizga qaysi dasturlarni bera oladi? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint va shu kabi qo'shimcha dasturlarni bizga o'rnatib beradi. Kompyuterlaringiz tayyor bo'lsa, unda boshladik. Bizga kerak bo'ladi Telegram kanalimiz. Bizning shaxsiy Telegram kanalimiz bor. Bilmaganlar uchun izohda uning havolasini va QR kodni qoldirib ketaman. Xo'sh, bizga brauzer kerak bo'ladi. Kompyuterimizda chunki Telegram yo'q. Agar sizning ham kompyuteringizda Telegram bo'lmasa, uni yuklab olishingiz so'raladi. Agar bo'lsa, shunchaki kirib, bizning kanalimizni topib, undagi Office paketni yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, unda biz hozir birinchi bo'lib Telegram dasturini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun qanday brauzer mavjud bo'lsa, o'sha brauzerni ochamiz. Xo'p, brauzer ochilgandan keyin qidiruv bo'limiga yozamiz. Download Telegram desktop yoki laptop yoki Windows xohlagan kalt so'zni ishlatishingiz mumkin. Saytlardan birinchisiga kiramiz, ya'ni desktoptelegram.org. Xo'p, bu yerdan o'rtada turgan ko'k Telegram для Windows x64 tugmasini bosishimiz kerak. Xo'p, x64 nima? x64 kompyuterimizning razryadi, ya'ni unga o'rnatilgan Windowsning razryadi. Buni aniqlashtirib olishingiz kerak, chunki sizda agar eski kompyuter bo'ladigan bo'lsa, ularda 32 razryadli Windows bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun nima qilamiz? Buni aniqlash uchun puskdan eng oxirga tushamiz. Служебный Windowsdan provodnikni ochamiz. Provodnik ochilgandan keyin этот kompyuter bo'limiga o'tib, mishkaning o'ng tomon tugmasini bosgan holatda свойства parametrini belgilaymiz. Parametr belgilanganda bizda Windows haqida ma'lumot beruvchi oyna ochiladi. Oyna ochilgandan so'ng bu yerda o'rtada tip sistema yozuvini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu yerda bizda 64 razryad, sizda agar 32 bo'lsa, sizga Telegramning 32 razryadli o'rnatuvchi dasturi kerak bo'ladi. Hop, bizda 64, demak bizda hammasi joyida. Agarda sizda 32 bitli Windows bo'lsa, sizga Telegramning portativniy versiyasi yordamga keladi. Mana shu ko'k havolani bosish orqali uni yuklab olishingiz mumkin. Bizda 64 va biz tugmani bosamiz. Mana dastur avtomatik tarzda yuklashni boshladi. Hop, mana yuklash yakunlandi va mishkaning o'ng tomoni bilan открыть fayl. Xo'sh, mana dastur ochildi va bu yerdan tilni belgilash tanlanadi. Kimga qaysi til qulay bo'lsa belgilanadi. Hop, dasturni qayerga yuklashni so'ramoqda, kerak emas. Bu ham kerak emas menyu. Значок yaratib beradi bizga, bu ham qoladi. Dalее просто установить va kutib turamiz. Mana dastur yuklandi va рабочий stolda yorliq paydo bo'ldi. Значоgi. Hop, запустить Windows katakchaga galочка qo'yamiz. Завершitni bosishimiz bilan bizda Telegram ochildi. Telegram ochilgandan so'ng avtomatik ingliz tilida ishlaydi. Hop, продолжить на русскомni bosadigan bo'lsak, rus tili ochiladi. Hop, biz bu yoqdan начать сообщениeni bosamiz. Hop, unda kim agar bilsa, QR kodni skaner qilish orqali Telegramdan ro'yxatdan o'tish mumkin. Oddiy usuldan foydalanamiz. Vход по номеру. Hop, bu yerga telefon raqamingizni kiritishingiz kerak. Men o'zimnikini kiritaman va продолжить tugmasini bosishingiz bilan telefoningizdagi mavjud Telegram akkauntingizga tasdiqlash kodi keladi. Tasdiqlash kodini kiritasiz. Hop, mana dastur ochilgandan keyin qidiruv bo'limiga yozamiz. Media by kompyuterchi. Hop, mana bu yerda bizning kanalimiz chiqadi va bu yerda ikkita fayl bor, ya'ni 32 bitli Windows va 64 bitli Windows uchun maxsus Office paketlari yuklangan. Agarda sizda dastur chiqmasa, qidiruv bo'limini bosib, bu yerga Office so'zini kiritish orqali ikkala dasturni ham topib olishingiz mumkin. Kimga qaysi versiyasi kerak bo'lsa, o'shani yuklab olasiz. Bizga hozir hech qaysi biri kerak emas, bizda chunki avtonom tarzda yuklangan. Biz uni fayl papkamizdan topib olamiz. Hop, mana bu yerda 64 bitligi, unga kirishni bosamiz. Xo'sh, mana bu yerda qayerga chiqarishni so'ramoqda bizdan. Hop, OKni bosamiz. Ozgina kutib turamiz, yuklanish oxirigacha yetib olguncha. Mana yuklash o'z nihoyasiga yetdi va bu yerda bizdan tasdiqlash so'raladi. Dani bosamiz. Xo'sh, dasturni yuklab olishdan oldin albatta antivirusni o'chirishimiz kerak bo'ladi.
Chunki bu dasturlar pullik dasturlar hisoblanadi. Biz ularni bepul versiyasi, ya'ni ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi yo'llar bilan buzilgan, ya'ni kodlangan dasturni yuklab olyapmiz. Buni Windows avtomatik tarzda virus deb hisoblaydi. Buning uchun biz antivirusni o'chiramiz. Antivirusni o'chirish uchun tepaga qarab turgan strelka va ustiga bir marta bosish orqali ochiladi. Hop, защита от вирусов и угроз, управление настройками bo'limiga o'tib, birinchidagi parametrni o'chirib qo'yamiz. Windows bizdan tasdiqlashni so'raydi. Dani bosamiz. Hop, mana tasdiqlandi. Endi davom etib yuklashimiz mumkin. Hop, bu yerda sizdan so'raladi запустить установщик. Buni bosishga shoshilmang. Bosish orqali siz dasturning avtomatik belgilangan parametrlarini yuklab olasiz. Bu bizga kerak emas, chunki bu yerda o'chirish kerak bo'lgan parametrlar ham mavjud. Xo'sh, bu yerda pastroqqa tushadigan bo'lsak, avtomatический активатор office поле установки deyapti. Xo'sh, bu nima degani? Bu aytayaptiki, Windowsni o'rnatish davomida o'sha buzib o'tasanmi, ya'ni hakerlik yo'llari bilan o'tasanmi deb so'rayapti. Xo'p, bu bizga kerak. Buni yoqib qo'yishimiz kerak. Agar buni yoqib qo'ymasak, dastur pulli bo'lganligi sababli sizdan litsenziya ключ sotib olishingizni so'raydi. Xo'p, bunda galochka qoladi. Установить обновленный. Bundagi galochkani olib tashlashimiz kerak. Chunki установить обновленный parametri yangilanilgan Windows yoki yangilaniladigan Windowsni anglatadi. Ya'ni agar buni bosib qo'yadigan bo'lsak, har doim Windowsning yangi versiyalari avtomatik tarzda kompyuterimizga o'rnatiladi. Bu bizga kerak emas, buni o'chirib qo'yamiz. Va bu yerda Office tabda galochka turganini ko'ramiz. Quyida показать screenshot bosadigan bo'lsak, Office'ning qanday ishlashi ko'rinadi. Agar Office tab yoniq bo'ladigan bo'lsa, dokument 1, 2, 3 mana shunday holatda ko'rinib turadi. Bu yaxshi emas, bu noqulay deb hisoblayman men. Hop, Office tabdagi galochkani olib tashlaymiz. Agar sizga Office ingliz tilida kerak bo'ladigan bo'lsa, N tugmasini, agar sizga rus tilida kerak bo'ladigan bo'lsa, rusni bosishimiz kerak bo'ladi. Hop, bizda rus tilida. Hop, запустить установщик tugmasini bosamiz va kutib turamiz. Oyna ochildi. Установить tugmasiga bosamiz. Yuklab bo'lgunicha kutib turamiz. Xo'sh, mana yuklash o'z nihoyasiga yetdi va zakrit tugmasini bosamiz. Hop, mana u dastur bizga rahmat aytyapti. Hop, okey. X qilamiz. Hop, mana dastur bizda muvaffaqiyatli o'rnatildi va biz Word dasturini ochib ko'ramiz. Mana Word dasturiga kiramiz. Hop, mana dastur avtomatik tarzda ochildi. Новый dokument va mana dastur tayyor. Bu yerda yozishimiz mumkin. Hop, bu yerdan turli xil ishlar, amallar bajarsa bo'ladi. Bugungi video roligimizda shular edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.